Ko'paysin momo 93 yoshda tug'ildi. Bugun adliya bo'limlari hamyurtlarimiz eng ko'p murojaat etayotgan va yillab hal bo'lmagan muammolari yechim topayotgan davlat idorasi sanaladi. Respublikamizning istalgan hududiga borsangiz, bunga guvoh bo'lasiz. Chust tumanida yashovchi Ko'paysin momo Sotibaldiyeva ham o'zining huquqiy muammosi bilan tuman adliya bo'limiga murojaat qildi. Mazkur murojaatni o'rganish jarayonida ayon bo'ldiki, u 1933-yil tug'ilgan. Yoshligida ota-onasi unga 2-mart kuni tug'ilganligini aytishgan. Binobarin har yili shu kunni nishonlab kelgan. To'g'ri, 1951-yil unga Toshmirzayeva Ko'paysin deya qizlik familiyasi asosida 1933-yil 2-mart kuni tug'ilganlik to'g'risida ma'lumotnoma berilgan. O'sha paytda fuqaro Xoldorboy Sotiboldiyevga turmushga chiqib, Sotiboldiyeva familiyasiga o'tgan. Ya'ni turli xildagi huquqiy hujjatlar rasmiylashtirilgan. Biroq FHDYO organlari arxividan ayolning tug'ilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar chiqmagan. Qolaversa, fuqarolik pasportida tug'ilgan oyi va kuni yozilmaganligi sababli turli muammolarga duch kelgan. Shu bois adliya bo'limi tomonidan Sotiboldiyevaning tug'ilganlik faktini belgilash yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha Chust tumanlari aro sudiga da'vo arizasi kiritildi. Sud esa adliya bo'limining da'vosini qanoatlantirib, Ko'paysin momoning 1933-yil 2-mart kuni tug'ilganlik faktini belgilash to'g'risida hal qiluv qarorini qabul qildi. Shundan keyin unga Toshmirzayeva Ko'paysin ism sharfi bilan 1933-yil 2-mart kuni tug'ilganligini tasdiqlovchi guvohnoma rasmiylashtirib berildi. Men birinchi G'ovada qishlog'ida tug'ilganman. 10 yoshimda Olmosga kelganman. Ammam olib kelgan. Pasportim yo'q edi. Yangilash uchun adliya bo'limiga keldim. Mana shular menga yordam berib pasportni yangilab berdi. 93 yoshimda mana yangi metelkalarni olib, o'g'lim yetalab yuribdi mana. Shahar. Albatta, respublikamizda Ko'paysin momo singari murojaati qanoatlantirilayotgan fuqarolarning sanog'i yo'q. Ularning barchasi davlat idoralaridan, xususan adliya organlaridan minnatdor.